Jo'xaga aytsam lekin takoy qilib qurib bersa kerak. Mana shu yerda yashirilgan holatda turibdi pakashto. Jo'xa uyi qayerda edi? Mana shu tomonda edi. Jo'xa qarisan, voy jigar, qayerda yuribsan bu tomonlarga? Jo'xa qayerda edi? Uyi ha, bu tomonda edi. Xotiram pasayib ketyapti kundan kunga bor. Bu bez xotiram boryapman kundan kunga rostdan ham. Voy Jo'xa, qayerdasan? Jo'xa, voy Jo'xa. Obbo, ertalabdan kim nima deyapsan o? Qaramon Jo'xa. Hozir qarayman, sabr qilib tur o'qib. Bu yerda nima bu pullarni saqlab qo'ygan ekanman, kerak qoladi deb saqlab qo'ydim aytgancha. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa. Voy salomlashib o'tirma, tezlash qaramon. Qalaysan, tinchmi? Ha, bo'ladi. O'zing yaxshimi? Nima gap? Shu desang yordam kerak. Qanaqa yordam? Yursang ko'rsang aytaman. Ya'ni yursang ko'rsang, yursang ko'rasan, yursang ko'rasan, o'shanda aytaman xullas. Sen avval bir harfli pechenye yesang, gapni to'g'ri gapirishni o'rganib olasan, bilmayman. Nimaga bilmaysan? Bilsang bo'lmaydimi? Endi senga u ham foyda bermaydimi deb bilmayman deyapman-da. Foyda beradi, qo'rqma. O ana pushtimanchini sendanmi? Yo'q, mendan emas. Nimaga sendan emas? Sen uyning oldida turibdi-ku. Tentaymisan, meni uyimdan 1 kilometr uzoqda turibdi. Aldaysan-ku. Aldayotganim yo'q. Vashshi aldayapsan. Yo'q, aldamayapman. Undan kimniki? Estromikniki. Estromik kim edi u? Estromik tanimaysan, u garang, u men do'stim. Do'sting qiz bolami? O tenta Estromik o'g'il bolang ismi. Unaqa ismni eshitmagan ekanman. Men ham eshitmaganman, lekin keyin eshitib qolganman. Men ham hozir eshitib qoldim-da. Shunaqa. Gapirtesiz qanaqa yordam berishim kerak? Mening ortiqcha kerak emas gaplar bilan boshimni qotirma. Garajdak bitta biznes boshlamoqchiman. Qanaqa biznes? Mana pullarni ko'ryapsanmi? Men bo'mish bo'lsa shunday pullarim bor. Aytgancha shunga men e'tibor bermayapman. Sen bo'mijiding-ku, qayerdan keldi buncha pul? Akam jo'natdi menga Rossiyadan. Rostdanmi? Ha, rost. O'shaga biznes qilmoqchiman, yordam ber. Qanaqa biznes? Hozir aytaman. Mana mashinani ekan rostdan zo'raga sotib olaymi ekan bor pulimga. Tenta biznes qilgani yaxshi, biznesdan foyda keladi. Keyin biznesmen bo'lib turib, kelgan foydadan sotib olsang bo'ladi. To'g'ri. Bankrot bo'lib ketmasam bo'lgani lekin. Bo'lmasdursan bankrot. Endi bilmadim-da, xudo biladi deganday. To'g'ri. Yo'rindan ko'rsataman men senga. Nimani ko'rsatasan? Qanaqa biznes g'oyaligini. Bo'pti, mayli. O'zi qanaysiga seni kallangga biznes g'oya kelib qoldimi, tushunmayapman. Seni kallang ishlamasdi-yu. Endi bir ishlatib yordimda, harakat qildim, ishlab ketdi. To'g'ri, ishlatish kerak, ishlamasang o'zingga qiyin bo'lar lekin. To'g'ri. Yur ketding bo'lmasa. Yur deyapsan, bir soatdan beri yurmayapsan, mashina oldiga kelib o'tiribsan. Endi yoqib qoldi-da, pushti mashina menga yoqar ekan, pushti rang. Rozoviymi, nima deylardi? Atirgul rang. Shu rozoviymi, atirgul rang, xolos o'shada. O'sha. Yur, tez yur. Keyin ortimdan kelyapsanmi? Yo'q, bormayapman, endi boryapman. Asabimga tegma, izbasdan qilma meni. Keyin qarorchi kiramiz. Men senga ko'rsataman, bu yerda narsalarim bor. Qanaqa narsalaring ko'rsang, keyin bilib olasan. Xo'p, qanaqa narsa bor ekan? Mana, tadam. Xo'p, nima bular? Xullas do'kon qurmoqchiman. Bu yerda stellajlar, har xil bochka narsa, hamma narsa bor. Qayerdan olding? Shu sotib oldingmi hammasini? Meni pulim bor edi, sotib oldim. Malades, yaxshi o'ylabsan. 6 ta olmos blokini menga olib qoldingmi? Ya'ni men do'kon qurib berishim uchun. Yo'q, qurmaysan do'konni. Qurmayman. Nima uchun berding bo'lmasa? Tayyor bino bor, o'shaning ichiga mana bu narsalarni olib joylashtirish kerak. Men kuchim yetmayapti. O'zi sen bo'mich bo'lganingdan keyin kuching yetmaydi. Kuchli bo'lish uchun mashq qilish kerak. Bo'mich. Endi buni o'ylab topdingmi? Sen shu bo'michlarni hech tinch qo'ymas ekansan-da. Endi tinch qo'ymayman-da. Kuchli bo'lishing kerak, sen ham puling ko'p bo'lish, har xil narsa bo'lish kerak. Tushunyapsanmi? Tushunmayapman. Qolib ketding-ku, qaytib chiq. Hozir sabr qilib tur. Sen meni qamab ketding, hozir mendan ko'rasan yaramas. Ablah desam, Dechi, deb ko'rchi, deya olasanmi? Yo'q, deya olmasam kerak. Sensiz, mensiz deya olasanmi degan qo'shiqni eshitganmisan? Unaqa qo'shiq eshitmayapman lekin. Zo'r qo'shiq lekin bor-ku. Eshitmaganman deyapman, qo'shiq eshitmayman. Yaxshi mayli. Yur ketding unda. Qayerda u bino? Qayerdagi binoni bezatishim kerak, ichini to'ldirishim kerak. Nima qilyapsan? Qum qazyapman. Sen texnologiya, sen maynerlik qilaysan любой joyda. Ko'ryapsanmi? Meni bo'mich qazg'oq deyishadi. Qazg'oq? Qazg'oq deyishadi. Qazoq boshdagi qazoqmi? Yo'q debman, qanaqa yo'q?
Kulba yo'q deganimga kulba deyapman. Sen hozir galimni o'ldirib qo'yadi. Ha, o'ldirmaydi. Nima gapir, mana shu binomi? Ha, mana shu binoni sotib oldim. Buni ham sotib oldingmi? Ha, ko'ryapsanmi? Men boyman endi, men bovich emasman. O zo'r lekin. Shu yerda xullas zo'r qilish kerak. Meni o'zimni kuchim yetmadi to'g'risi. Kuchli bo'lish uchun mashq qilish kerak-da, bo'mich. Yana bovich deydi. Men bovich emasman deyapman senga men. Ha, mayli, bo'mich bo'lmasa ham. Galimlar yo'g'ini asabni buzyapti lekin boru. Ha, ko'rdingmi? Meni o'rgandi, Xudo uradi deydi-ku. Galimlar uryapti-ku. Shu Xudo urdiryapti-da. Ha, to'g'ri aytyapsan. Davaychi nima qilamiz bo'lmasa men borib olib kelay. Yana pul beryapsanmi? Ha, bitta qolib ketgan ekan o'zimda. Olib qo'y. Ha, rahmat lekin boru. Qanisan ey? Ha, mana bu yoqdaman. Qanisan? Ha, men ketdim уже. Sen qilib tezroq. Mayli, hozir qilib tashlayman. Ana endi bizda yangi ish bor akalar. Yaxshi biznes g'oya, zo'r biznes g'oya o'ylab topgan. Bahonada men ham boyib ketaman. 7 ta olmos, 6 ta 9 tadan hisoblasak 7 × 9 63 ta olmos bo'lyapti. Shunda bitta kam bir stak, bitta qazib kelaymi ekan, lekin qazish uchun ishlash kerak-da. Qazish uchun kim qayoqlarga borib qazish kerak. Ana aytdi-yu, bo'mich, men bo'mich qazg'oqman deb. O'sha boshqa qazg'oqda aytdi shekilli, lekin men boshqacha tushundim ham. Ya'ni qaziydigan odamni qazg'oq deb o'zini nazarda tutdi shekilli. Qanday qazg'oq bo'lishi mumkin? Ha, mayli o'zi bilan. Xo'p, ana endi mana bu yerdagi podvaldagi narsalar shuni chiqazib turib, borib o'sha do'konga kalosh taxlab chiqish kerak. Maza qilib savdoni qiladi, lekin realni normalniy biznes g'oya o'ylab topdi, lekin bo'mich bo'lsa ham aqlli ekan. Aytadi-yu, biz jinni bo'lsak jinnimiz, lekin tupoy emasmiz deydi-ku. Bu ham shunaqa ekan. Bo'mich bo'lgani bilan baribir normalligini o'ylab qo'yar ekan, lekin biznes g'oyalarida. Do'kon nima uchun do'kon ochmoqchi bo'lyapti deymi sizlarga? Qishlog'imizda o'zi bitta do'kon bor. Bitta do'kon bor degani nima kam degan, raqobat kam degan. Raqobat ko'p bo'lganda o'shanda ochmasa bo'lardi, lekin hozir raqobat kam. Hech qaysi do'konchi bir-biriga xalaqit qilmaydi. O'zi ikki donada bir-biriga qanday xalaqit qilishi mumkin? Do'konni bittasi qishloqda bir tomonda, bittasi qishloqda boshqa tomonda. Вообще-то bir-biriga xalaqit ham bermaydi. O'shaning uchun men ham shu do'kon ochib yuboraymikan desam, keyin ushtakchi bo'lib ketamiz. Keyin bir-birimizga xalaqit berishni boshlaymiz. O'shaning uchun yo'q, hozircha kerak emas do'kon. Tak, endi mana bu yerdagi boshqa bochka namcha bochka-ku, menimcha ichimliklar bochkaga sovib kelgan, bilmayman, balki rostdan ham ichimliklar bochkaga sovib kelgan bo'lsa, yo'q. Unda aynib ketishi mumkin. Shu ikki qo'limga ikkitasini ko'tarib olayinda. Kuchim ko'p-ku meni axir. Ana bo'michga aytdim-ku, kuchli bo'lish uchun ishlash kerak bo'mich dedim, lekin bilmayman, uni kuchi ko'pmi, kammi, hayronman. Tak, okey, men chiqib olsam bo'lar ekan. Bitta blokni qazib turib chiqib ketsam bo'ladi, akalar. Buning uchun kalla ishlatish kerak faqat. Kalla ishlab tursa, nima edi? Orzuligicha qolmaydi. Kalla ishlab tursa bas deydik. Men aytdim, bitta do'konchi brat bor shekilli. U do'konchi emas, u zakazga narsa olib kelib beradi yoki u narsa sotib oladi hamda, o'shaning uchun u zo'r biznesmen. Chiqib qolay, zombi demoqchi bo'lyapman. Jetel berdi, nima qilaysan? Jetellar nima qilayapsanlar? Chiq bu yoqdan. Bu yoq do'kon bo'ladi. Yo'q, kim do'kon quryapti? Men quryapman, ko'rmayapsanmi? Qurilgan-ku o'zi tayyor. O'sha remont qilyapman-da. Kimniki, o'ziga shaxsiymi? Yo'q, bo'michga. Bo'mich do'koni bormi? Ha, ko'ryapsanmi? Sen do'koning yo'q, sen bo'michsan, yo'qol. Bo'ldi, mana yerda nima bor ekan sandiqda ichida? Okey, hech narsa yo'q shekilli, mayli. Men bu yerda ham yo'q. To'xtaylik, shuncha pul qayerdan kelib qoldi? Kim buncha pul bu yoqqa tashab ketdi? Hayronman. Mayli, hozir buni mana shu yerga solib qo'ysam bo'ladi, pullarni. Sandiqqa qayergadir qo'yish kerak edi-ku ya. Mayli, keyinroq qo'yib yuboramiz, onasi demsin. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q biz uchun akalar. Xo'p, qo'yamiz. Va всё, tamom. Qalaysan, jetel? Bu yoq nima, do'konmi? Yo'q, market, ko'rinmaydi, maktab bo'lyapti bu yerda. Bog'cha quryapman, ko'rmaysanmi? Men ham o'qiy. O'qi, mayli, mana shu yerda o'qib o'tirib o'qitaymi seni? Ha, o'qit. Faqat ehtiyot bo'l, xo'pmi? Yo'qali, qayoqdaman? Do'kon quryapman, mana yerda ko'rmayapsanmi? Bo'ldi, men bu yerda hamma narsani olib oldim. Endi bularni olib borib joylashtirish kerak do'konning ichiga. Rostdan ham qiyin ekan bu do'kon qurish. Вообще, umrimda do'kon qurganman ko'p marta, lekin hozir qurmayapman-da. Shu qurmasdan ichini bezatib chiqyapman. O'shaning uchun qiyin ekan deyapman-da, akalar. Hakkala deb okey chiqamiz. Shu galimlar yomon meni asabimga o'ynayapti. Kelib turib shamol beryapti. Yaxshi issiq kunda mazza qilib salqinlab olyapman bahonada. Nima qilyapsanlar? Biz birinchi klient. Klientmisanlar? Ha, do'kon ochilgani yo'q. Chiqib tursanglar zo'r bo'lardi, lekin. Biz chiqmaymiz, chunki biz birinchi klient. Agar chiqib ketsak, keyin ulgura olmasligimiz mumkin birinchi klient bo'lishga. Mayli, o'tirlaring shu yerda. Men yordam bersanglar bo'lmaydi bundan ko'ra. Nima yordam beraylik?
Farqi yo'q, любой yordam, qo'lingdan kelgan yordamni ber. Hozir mana sabzilarni, yo mana olmamni mayda, mana shuni yeyishga yordam bera xohlasang. Yeyishga yordam kerak emas, dabba. Yeyish u yordam emas, u вообще zarar qilish bo'ladi yeyish. Ha, yaxshi, lekin zo'r do'kon bo'lyapti, o'zingnikimi? O bomijniki deb bir 856 marta aytdim senlarga. O bobish do'kon ochyaptimi? Ha, ochyapti-da. Ha, zo'r ekan bo'lmasa. U bobish emas ekanda bo'lmasa. Ha, shu-da, bomich emas. Ha, mayli, omadini bersin. Duo qilib qo'yaman xohlasa. Ha, mayli duo qilaring hammang.